Orzu inkubatorimiz, ushbu ekraningizda ko'rib turgan inkubatorimiz 400 ta bedana tuxumlarini oshirish uchun roddom usulida ishlangan inkubator Orzu. Ushbu inkubatorimiz faqat ochirib olish uchun, ya'ni vыводной deyiladi, roddom qilib 400 ta oshiqroq, даже 400 tadan oshiqroq bedana tuxumlarini ochirib olish uchun ishlangan inkubator. To'liq avtomatlashgan, akkumulyatorga ishlaydi. Agar sizda uyda svet o'chib qolsa, avtomobil akkumulyatorini doimiy ravishda ulab qo'yishingiz mumkin. Bunday akkumulyatorlarda ulashni tavsiya qilmayman. Biz kontrolli akkumulyatorimiz bu. Akkumulyatorda ulash, mana ussam, mana o'chadi, uzdim, yoqsam mana ko'rsatadi. 12 volt tashkil qilyapti. Ayni paytda inkubatorimiz elektrdan, ya'ni 220 voltdan quvvatlanyapti. Mana 220 voltni o'chiraman, o'chdi va avtomatik tarzda 12 voltga ulandi. Mana hozir 12 voltni ham o'chiraman, e'tibor bering ekranga. Mana o'chdi. Uladim, yana ishlayapti. Endi esa 220 ni yoqaman mana. 220 volt yuzdagi напряжениeni ham ko'rsatib turadigan priborlar qo'yilgan. Bu inkubatorimiz polniy full HD inkubator. Mana shunday namlikni o'zi boshqaruvchi, namlikni o'zi ko'tarib qo'yadi joyiga. Agar namlik tushib ketsa, ichida paragenerator bor, paragenerator orqali namlikni yana ishga tushadi paragenerator va joyiga qo'yib qo'yadi. Mana ko'rdingizmi? Va 37.4, 37.5 ga qo'yilgan inkubatorimiz roddom gradusda turibdi. Ushbu inkubatorimizni Qo'qon shahriga, Hasanjon hojiga bedanalarni ko'paytirish uchun beramiz inshaalloh. Bundan oldin ham bitta 220 talik inkubator olishgan. Shunaqa Full HD katta inkubatordan bu ham faqat roddom usulida. Bunda ichlarini ko'rsatib o'taman. To'liq hozir kalibrovkadan chiqdi. Bu 2 qavatlik mana shunday yarusdan iborat inkubatorimizni pastki va tepa qavatlaridagi haroratni biz to'liq tekshirib oldik. Hozir esa inkubatorimizni mana bitta latok va tagida yana bir qavat. Sizda misol deylik, bu paroda, har xil paroda deymiz, parodalar agar har xil bo'ladigan bo'lsa, biz bunga maxsus mana shunday bo'lib qo'yuvchi jo'jalar, mana shunday bo'lib qo'yuvchi, mana shunday bo'lib qo'yuvchi reshotkalar qilib berdik. Talablariga binoan, zakazga asosan mana shunday mana 1, 2, 3 ta semeyka qo'yishingiz mumkin. Bitta paroda, ikkita paroda, 3 ta paroda. Tepasiga ham xuddi shunday, tepadagini qo'yib olingchi, qo'ydik. Mana tepadagi latokda ham xuddi shunday. Ya'ni sizda mana shu 400 ta inkubator bo'lib, 400 ta jo'ja bo'ladigan bo'lsa, siz mana shu 400 ta jo'jani parodasiga qarab ajratib qo'yishingiz mumkin. Mana shunday qilib qo'yasiz. Siz 6 ta semeykani bemalol ochirib olaverasiz mana shunday. Mana 6 ta. Mana e'tibor bering. Bir-biriga sakrab o'tib ketmaydi jo'jalar bundan. Mana ko'ryapsiz, mana 2 yaruslik polniy avtomat qilingan, aylantirish yo'q, faqat mana shunday qilib ochirib olishingiz mumkin. O'zi suv idishlari bor ichida, o'zi avtomatически namligini ushlab turadi. Mana shu burchakka paragenerator qo'yilgan, mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Ayni paytda par haydab turibdi va inkubatorimiz mana shu namlikni, bu Orzu inkubatorlarida, umuman vыводной hamma inkubatorda ham asosan namlikni bir xil ushlash kerak aziz birodarlar. E'tibor bering, namlik katta rol o'ynaydi. Orzu inkubatorlari har qanday fikr mulohazalar bo'lsa, kommentariyada agar inkubatorni qiziqtirgan yoki xarid qilmoqchi bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp raqamlarini qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.